Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun siz bilan juda muhim, hatto hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun juda dolzarb. 1 maydan boshlab O'zbekistonda pensiya ta'minoti va ijtimoiy himoya tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kirmoqda. Bu o'zgarishlar ko'pchilikning pensiya miqdoriga, ularni olish tartibiga va qo'shimcha imtiyozlarga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa ilmaydan keyingi hayotingiz uchun juda muhimdir. Agar siz bu yangiliklardan xabardor bo'lmasangiz va tegishli qoralarni ko'rmasangiz, pensiyangizni yo'qotishingiz, kamayishiga duch kelishingiz yoki muhim imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bugungi videoda biz bu o'zgarishlarni chuqur tahlil qilamiz, kimga ta'sir qilishini, nimalarga e'tibor berish kerakligini va eng muhimi, nima qilishingiz kerakligini birma-bir ko'rsatib beramiz. Ushbu video siz uchun foydali bo'lishiga ishonaman. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va albatta like bosishni unutmang. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya ta'minoti tizimida ba'zi jarayonlar an'anaviy, ko'p hollarda qog'ozbozlikka asoslangan usullar bilan amalga oshirilar edi. Misol uchun, ish stajini hisoblash, fuqarolarning ma'lumotlarini tekshirish, qo'shimcha imtiyozlarni olish uchun bir qancha idoralarga murojaat qilish va ko'plab hujjatlarni yig'ish talab qilinardi. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun esa ma'lum imtiyozlar avtomatik tarzda uzaytirilardi. Bu esa ularning har yili qayta ro'yxatdan o'tish zaruratini bartaraf etardi. Pensiya miqdorlari va imtiyozlar asosan faqat ish staji va ish haqi miqdoriga qarab belgilanar edi. Ba'zi ijtimoiy toifalar uchun esa alohida hisob-kitoblar qo'llanilardi. Tizim ba'zi jihatlarda murakkab, shaffof emas va eng muhimi, ayrim holatlarda adolatsizliklarga yo'l ochardi, chunki barcha ma'lumotlar to'liq va aniq aks ettirilmasligi mumkin edi. Endi esa 1 maydan boshlab pensiya ta'minoti tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish bo'yicha prezidentimizning yangi farmoni kuchga kiradi. Bu farmon avvalo pensiya hisoblashning yangi mexanizmlarini, ma'lumotlarni raqamli tekshirishni, ba'zi imtiyozlarga ega bo'lish shartlarini o'zgartiradi. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, ko'plab jarayonlar endi to'liq avtomatlashtiriladi va raqamli platformalarga ko'chiriladi. Bu esa nafaqaxo'rlardan yangi qoidalarga moslashishni talab etadi. Eng katta o'zgarish bu ish stajini raqamli tekshirishning yangi tizimi joriy etilishi va ba'zi qo'shimcha nafaqalarni olish uchun elektron ariza berishning majburiy bo'lishidir. Ilgari ish daftarchasi asosiy hujjat hisoblanardi. Endi esa davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali har bir fuqaroning mehnat staji elektron bazada to'liq aks ettirilishi va tasdiqlanishi shart qilib qo'yilmoqda. Bu tizim noto'g'ri hisoblashlar yoki hujjatlardagi xatoliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lsa-da, avvallari o'z ma'lumotlarini raqamli bazaga kiritmagan yoki ba'zi hujjatlari tartibga solinmagan fuqarolar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi bir qator omillar, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar endilikda elektron shaklda mavjud bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, ijtimoiy himoya chorlarida ham o'zgarishlar bor. Masalan, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun beriladigan qo'shimcha nafaqalar, imtiyozlar endilikda yangi mezonlar asosida beriladi va ularni olish uchun elektron tizim orqali murojaat qilish majburiy bo'ladi. Bu esa ba'zi nafaqaxo'rlardan o'zlarining ijtimoiy holatini qayta tasdiqlashni talab qiladi. Shu bilan birga yangi tizim shaffoflikni oshirib, adolatli taqsimotni ta'minlashga qaratilgan. Asosiy qismdek nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas? Keling bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga bu yangiliklar bevosita ta'sir qiladi va kimga emas? Birinchi navbatda xavotir olishi kerak bo'lganlar. 1. Ish staji bilan bog'liq hujjatlar to'liq bo'lmaganlar. Agar sizning ish daftarchangizda qaydlarning bir qismi yetishmayotgan bo'lsa yoki ish staji haqidagi ma'lumotlar turli tashkilotlarda yuritilgan bo'lsa va ular hali elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, sizda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Yangi tizim bu ma'lumotlarning raqamli tasdiqlanishini talab qiladi. Misol, 68 yoshli opa Saodat Toshkent shahrida yashaydi. U umri davomida bir nechta fabrikalarda va kolxozda ishlagan.
uning ish daftarchasi bor. Lekin 1990 yillargacha bo'lgan davrdagi ish stajining bir qismi yozuvlar sifatsizligi tufayli yaxshi o'qilmaydi. Avvalgi tizimda bu hujjatlarni qo'l mehnati orqali, tekshirish orqali tasdiqlash mumkin edi. Endi esa yangi qoidalar bo'yicha uning ish staji to'liq elektron bazada tasdiqlanmaguncha pensiyasi to'liq miqdorda hisoblanmasligi mumkin. Opa Saodatning hozirgi pensiyasi 1.500.000 so'm edi. Agar uning to'liq ish staji tasdiqlanmasa, pensiyasi 1.200.000 so'mgacha kamayishi mumkin. Uning bunday holatga tushmasligi uchun may oyigacha o'zining barcha ish stajini elektron bazada to'liq tasdiqlashi shart. Bu degani, u pensiya jamg'armasi bo'limiga borishi, kerakli ma'lumotlarni taqdim etishi va agar kerak bo'lsa, eski ish joylaridan arxiv ma'lumotlarini olish talab etiladi. Bu jarayon kechikishga yoki pensiya miqdorining vaqtinchalik kamayishiga olib kelishi mumkin. 2. Raqamli savodxonligi past bo'lganlar. Agar siz internetdan foydalanishni bilmasangiz, mobil ilovalar bilan ishlamasangiz, yangi tizim siz uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki ko'plab murojaatlar endi onlayn tarzda amalga oshiriladi. Misol, Qashqadaryo viloyatidan 75 yoshli aka Bahodir. U zamonaviy texnologiyalardan umuman xabari yo'q. Telefonida faqat qo'ng'iroq qiladi, xolos. Uning qo'shimcha ijtimoiy nafaqa olishi kerak edi. Chunki u yolg'iz yashaydi va o'ziga qaray olmaydi. Yangi qoidalarga ko'ra, bunday nafaqa olish uchun MyGov.uz portali orqali elektron ariza yuborish shart. Aka Bahodirning kompyuterda yoki smartfonda ishlash tajribasi yo'qligi sababli u bu arizani mustaqil ravishda topshira olmaydi. Agar u may oyigacha kimdandir yordam so'ramasa, masalan, farzandlaridan, nabiralaridan yoki davlat xizmatlari markazidagi mutaxassislardan, u bu nafaqadan mahrum bo'lishi mumkin. Hozirda u oladigan qo'shimcha nafaqa 300.000 so'm atrofida. Bu uning uchun juda katta yordam. Agar u buni ola olmasa, uning hayoti yanada qiyinlashadi. 30. Qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar oluvchilar. Ba'zi bir nafaqaxo'rlar, masalan, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bor shaxslar yoki yolg'iz keksalar uchun beriladigan qo'shimcha moddiy yordam turlari endi qayta ko'rib chiqiladi va yangi mezonlar asosida beriladi. Misol, Momo Dilbar 7-2 yoshda Buxoro viloyatidan. U yolg'iz yashaydi va har oyda mahalladan qo'shimcha 200.000 so'm moddiy yordam olardi. Chunki uning oylik pensiyasi minimal darajada edi. Yangi qoidalarga ko'ra, bunday yordam olish uchun endi oilaning ijtimoiy holati, daromadlari va yashash sharoitlari yanada qattiqroq mezonlar asosida tekshiriladi. Uning yordam olish uchun hujjatlari avtomatik tarzda yangilanmasligi mumkin. Agar Momo Dilbar yangi talablar bo'yicha o'zining holatini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, uy-joy sharoiti to'g'risida ma'lumotnoma, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, farzandlarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma may oyigacha topshirmasa, uning bu qo'shimcha nafaqasi to'xtatilib qolishi mumkin. Uning uchun 200.000 so'm juda katta yordam. Chunki bu pulga u dorilarini yoki oziq-ovqat mahsulotlarini sotib oladi. Kimga xavotir olish shart emas yoki kamroq ta'sir qilishi mumkin. 1. Hujjatlari tartibli va staji elektron bazaga kiritilganlar. Agar sizning ish stajingiz to'liq elektron tarzda pensiya jamg'armasi bazasida mavjud bo'lsa va barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, sizga kamroq ta'sir qiladi. Chunki sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqiladi. Misol, Toshkentlik 65 yoshli aka Olimjon. U umri davomida faqat bitta yirik davlat korxonasida ishlagan. Korxona hisobchixonasi har doim o'z xodimlarining ma'lumotlarini tartibli ravishda yuritgan va so'nggi yillarda barcha ma'lumotlarni elektron bazaga kiritgan. Aka Olimjonning ish daftarchasi ham tartibli. Ish staji to'liq elektron bazada tasdiqlangan. Yangi tizim joriy etilgandan so'ng uning pensiya hisob-kitoblari avtomatik ravishda yangi qoidalar asosida qayta ko'rib chiqiladi. Uning pensiyasi kamaymasdan, balki biroz oshishi ham mumkin. Chunki yangi hisoblash mexanizmlari ba'zi hollarda ilgari hisobga olinmagan omillarni ham inobatga olishi mumkin. Masalan, uning pensiyasi hozir 1.800.000 so'm bo'lsa, yangi qoidalar bilan 1.970.000 so'mga ko'tarilishi mumkin. U hech qanday qo'shimcha harakat qilishi shart emas. 2. Yosh nafaqaxo'rlar, yangi pensiyaga chiqqanlar. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va sizning barcha ma'lumotlaringiz dastlabki murojaatingizda elektron tarzda kiritilgan bo'lsa, sizga ham jiddiy ta'sir qilmaydi. Misol, yaqinda pensiyaga chiqqan 6 yoshli Gulnora opaning barcha ish staji va ish haqi ma'lumotlari onlayn tarzda rasmiylashtirilgan.
Uning ma'lumotlari pensiya jamg'armasining elektron bazasida to'liq mavjud. U ham yangi qoidalarga ko'ra o'z pensiyasining kamayishidan qo'rqishi shart emas. Chunki uning hujjatlari yangi tizim talablariga mos keladi. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar. Qaltis shartlar va sezilmas nozikliklar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis shartlar va sezilmas nozikliklar mavjud. Istisnolar. 1. Juda keksa yoshdagi fuqarolar ayrim holatlarda, masalan, 10 yoshdan oshgan yoki jiddiy nogironligi bo'lgan shaxslar uchun elektron tizimdan foydalanish majburiyati yumshatilishi mumkin. Ya'ni ular uchun an'anaviy usulda, masalan, pensiya jamg'armasi xodimi uyiga borib xizmat ko'rsatishi mumkin. Ammo bu har doim ham shunday bo'lmaydi. Shuning uchun aniq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish zarur. Misol, 85 yoshli xolida buvi Toshkent viloyatida yashaydi. U o'zi mustaqil harakatlana olmaydi. Farzandlar ham chet elda. Uning ahvolini inobatga olgan holda ba'zi hududlarda pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligi xodimlari xolida buvining uyiga borib, uning hujjatlarini tekshirish, zarur ma'lumotlarni elektron bazaga kiritish va arizalarni to'ldirishda yordam berishi mumkin. Ammo bu istisno hamma joyda va har doim ham amal qilmasligi mumkin. Shuning uchun alohida holatlarda tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limi bilan bog'lanib, maslahat olish juda muhimdir. 2. Ma'lumotlar maxfiyligi. Raqamli tizimga o'tish bilan birga shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi masalasi ham dolzarb bo'ladi. Davlat bu ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlashga qaratilgan choralarni kuchaytiradi. Ammo siz ham ogoh bo'lishingiz kerak. Qaltis jihatlar, potensial muammolar. 1. Firibgarlar faollashishi. Har qanday yangi tizim joriy etilganda odamlarning bilimsizligidan foydalanib pul undirishga urinuvchi firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Ular pensiyani rasmiylashtirishda yordam beramiz, sizning pensiyangiz kamayib ketmasligi uchun tezda pul o'tkazing kabi bahonalar bilan sizga murojaat qilishlari mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingiz, PIN kodingiz begona shaxslarga bermang. Davlat xizmatlari hech qachon sizdan telefon orqali shaxsiy ma'lumotlarni so'ramaydi yoki pul talab qilmaydi. Misol, Farg'onadan Qosim boboning uyiga noma'lum shaxslar telefon qilib, o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimlari deb tanishtirishadi. Ular Qosim boboning pensiyasi 1 maydan boshlab 2 barobar kamayishini, ammo agar maxsus xizmat orqali ularga 100 ming so'm to'lansa, pensiyasini saqlab qolish mumkinligini aytishadi. Qosim bobo xavotir olib, ularning aytgan raqamiga pul o'tkazmoqchi bo'ladi. Yaxshiyamki nabirasi vaqtida sezib qolib, uni firibgarlikdan saqlab qoladi. 2. Texnik qiyinchiliklar. Yangi onlayn platformalar dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklarga duch kelishi mumkin. Bu arizalar topshirishda yoki ma'lumotlarni tekshirishda kechikishlarga sabab bo'ladi. Misol, yangi joriy etilgan MyGov uz portali orqali ish stajini tekshirish tizimida dastlabki kunlarda serverlarning yuklanishi juda yuqori bo'lgani sababli ko'pchilik tizimga kira olmadi. Ba'zi foydalanuvchilar hujjatlarni yuklay olmaganliklari haqida shikoyat qilishdi. Bu holat ba'zi fuqarolarda sarosima va xavotirni keltirib chiqardi. Hujjatlarda nomuvofiqliklar. Eski qog'oz hujjatlar va yangi raqamli bazadagi ma'lumotlar o'rtasida farqlar aniqlanishi mumkin. Bu esa ma'lumotlarni qayta tekshirish va tasdiqlash uchun qo'shimcha vaqt va harakat talab qiladi. Misol, Namanganlik Gulchehra opaning ish daftarchasida 1941 yildan 1990 yilgacha bo'lgan ish staji qayd etilgan, ammo elektron bazada bu davr umuman ko'rinmayapti. Bu nomuvofiqlik pensiya jamg'armasi tomonidan aniqlanadi va Gulchehra opadan o'sha yillardagi ish joyidan arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Bunday holatlar nafaqaning hisoblanishini sekinlashtirishi va hatto vaqtincha to'xtatishi mumkin. Sezilmas nozikliklar. 1. Uzluksiz ish staji tushunchasining o'zgarishi. Ilgari ayrim kasb va sohalar uchun uzluksiz ish stajiga alohida imtiyozlar berilardi. Yangi qoidalarda bu tushunchaning talqini o'zgarishi yoki maxsus kasblar uchun qo'shimcha staj hisoblash mexanizmlari joriy etilishi mumkin. Bu esa ba'zi soha vakillari uchun pensiya miqdorida sezilarli farqni yuzaga keltirishi mumkin. Misol, uzoq yillar shifokor bo'lib ishlagan aka Jamshid uchun uzluksiz tibbiy stajga qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llanilardi. Yangi qonunchilikda uzluksiz staj tushunchasining mezonlari o'zgarishi yoki tibbiy xodimlar uchun alohida hisoblashlar bekor qilinishi mumkin. Bu esa aka Jamshidning pensiyasiga avvalgiga nisbatan kamroq qo'shimcha miqdor hisoblanishiga sabab bo'ladi. Agar u bu yangilikdan xabardor bo'lmasa,
va bunga tayyor turmasa, ikkiga farzandlar yoki oila a'zolarining daromadlari. Ba'zi ijtimoiy nafaqalarni olishda, ayniqsa yolg'iz keksalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun oila a'zolarining, masalan, birga yashamaydigan farzandlarning daromadlari ham hisobga olinadigan yangi mezonlar kiritilishi mumkin. Bu esa ilgari nafaqa olgan, ammo endi farzandlarining daromadi yuqori bo'lgan keksalarning nafaqasini bekor qilinishi olib kelishi mumkin. Misol, yolg'iz yashovchi 70 yoshli Gulruh opaga hozirgi kunda mahalladan qo'shimcha yordam puli beriladi. Uning o'zi nafaqada, lekin Toshkentda yashovchi farzandi yaqinda yaxshi daromadli ishga kirgan. Yangi qoidalarga ko'ra, agar Gulruh opaning farzandining daromadi ma'lum bir minimal darajadan yuqori bo'lsa, u endi qo'shimcha nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin, garchi u farzandi bilan birga yashamasa ham. Bu noziklikni Gulruh opa bilmasa, u kutilmaganda yordamsiz qolishi mumkin. Vaqtinchalik ish stajini hisoblash. Mavsumiy ishchilar, tadbirkorlar yoki chet elda ishlagan fuqarolar uchun ish stajini hisoblashning yangi usullari joriy etilishi mumkin. Bu esa ularga pensiya olishda avvalgidan ko'ra qulayliklar yaratishi yoki aksincha qo'shimcha hujjatlarni rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Praktik maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu o'zgarishlar fonida siz nima qilishingiz kerak? Bu savolga aniq va tushunarli javoblar beramiz. Har bir qadamni diqqat bilan eshiting va bajarishga harakat qiling. Ilk qadam, rasmiy manbalarni tekshiring va ma'lumotni o'rganing. Avvalo, vahima qilmang, lekin diqqatli bo'ling. Irmaydan kuchga kirgan yangi qoidalar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni faqatgina quyidagi manbalardan oling. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti PUZ, mahalliy davlat xizmatlari markazlari, DXM e'lonlar taxtalari, mahalliy hokimiyatlarning rasmiy nashrlari va veb-saytlari, ommaviy axborot vositalarining rasmiy xabarlari, televideniya, radio, ishonchli yangilik saytlari. Sababi, firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik va noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmaslik uchun. Ikki qadam, o'zingizning toifangizni aniqlang. Siz yuqorida aytib o'tilgan xavotir olish kerak bo'lganlar toifasiga kirasizmi yoki xavotir olishi shart emas toifasiga? Agar sizning ish stajingizda muammolar bor bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa yoki siz qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar oladigan bo'lsangiz, demak, sizning holatingizni chuqurroq o'rganishingiz kerak. Sababi, o'z vaziyatingizni aniqlash orqali siz qaysi yo'nalishda harakat qilish kerakligini tushunasiz. 3 qadam, hujjatlarni tayyorlang. Agar sizning hujjatlaringizda kamchiliklar bor deb o'ylasangiz yoki qo'shimcha nafaqa olish uchun murojaat qilishingiz kerak bo'lsa, zudlik bilan barcha kerakli hujjatlarni tayyorlang. Asosiy hujjatlar: pasport, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlaydi. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Undagi yozuvlarning aniqligiga e'tibor bering. Agar ba'zi yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa yoki noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasi mutaxassislariga xabar bering. Oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma agar talab qilinsa. Ba'zi hollarda eski ish joyingizdan yoki arxivdan ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Tug'ilganlik yoki nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma, agar oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bo'lsangiz, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma agar nogironligingiz bo'lsa. Bank hisob raqami rekvizitlari. Pensiya va nafaqalar asosan bank kartasiga o'tkaziladi. Sababi, hujjatlarning to'liqligi va to'g'riligi pensiya yoki nafaqani o'z vaqtida va to'liq miqdorda olishni ta'minlaydi. 4 qadam. Raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki yordam so'rang. Agar siz raqamli savodxonlikka ega bo'lmasangiz, oila a'zolaringizdan, farzandlar, nabiralar yordam so'rang. Ular MyGov.uz portalida ro'yxatdan o'tishingizga, ish stajingizni tekshirishga va elektron ariza yuborishingizga yordam berishlari mumkin. Agar oila a'zolaringiz yordam bera olmasa, mahalliy davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga barcha elektron xizmatlarni rasmiylashtirishda bepul yordam beradilar. O'zbekistonning har bir tuman va shahrida DXM mavjud. Maxsus pensiya jamg'armasi bo'limlarida ham yordam stollari yoki konsultatsiya punktlari tashkil etilgan bo'lishi mumkin. Sababi, yangi tizim ko'proq raqamli bo'lganligi sababli. Elektron xizmatlardan foydalanishni bilish yoki yordam olish zarur. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va jarayonni tezlashtiradi. 5 qadam. Agar muammolar yuzaga kelsa, nima qilasiz? Agar sizda pensiya hisoblashda yoki nafaqa olishda muammolar yuzaga kelsa,
yoki tushunarsiz vaziyatga duch kelsangiz, tezda pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qiling. O'zingiz bilan barcha hujjatlaringizni oling. U yerda sizga vaziyatni tushuntirib berishadi va muammoni hal qilishda yordam berishadi. Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Ular odatda rasmiy veb-saytda yoki mahalliy pensiya jamg'armasi binosida ko'rsatilgan bo'ladi. Agar pensiya jamg'armasi bo'limida muammo hal qilinmasa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizaning 2 nusxada bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bir nusxasini o'zingizda saqlang, ikkinchisiga esa qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Bu kabi murojaatlar uchun belgilangan muddatlar borligini unutmang. Misol uchun, pensiya miqdoriga oid shikoyatlar odatda murojaat qilingan kundan boshlab 10 kun ichida ko'rib chiqilishi kerak. Sababi sizning huquqlaringizni himoya qilish va muammoni zudlik bilan hal qilish uchun harakat qilish muhim. 6 qadam. Muddati va qayta baholash jarayonlari. Eng muhimi, yangi qoidalar irmaydan kuchga kiradi. Shuning uchun bu sanagacha imkon qadar ko'proq choralar ko'rishga harakat qiling. Ammo shoshilishda xato qilmang. Agar siz 1 maygacha ulgurmasangiz ham tashvishlanmang. Chunki tizim keyingi bosqichlarda ham muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi, lekin bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Sababi muddatlarga rioya qilish muammolarni oldini oladi. Ammo ulgurmasangiz ham qo'l qovushtirib o'tirmaslik kerak. Xulosa va yakuniy huquq. Aziz do'stlar, bugun biz 1 maydan kuchga kiradigan pensiya ta'minoti va ijtimoiy himoya tizimidagi muhim o'zgarishlarni atroflicha muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar sizning pensiyangizni kamaytirish uchun emas, balki tizimni adolatli, shaffof va samarali qilish uchun qaratilgan. Ammo har qanday yangilikka moslashish vaqt va e'tibor talab qiladi. Shunday ekan, o'z holatingizga befarq bo'lmang. Yuqorida aytib o'tilgan amaliy maslahatlarga amal qiling. Agar shaxsiy holatingizda noaniqliklar bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga yordam berishga doimo tayyor. Raqamli dunyodan qo'rqmang. Lekin hushyor bo'ling va faqatgina rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizga qaysi jihatlari tushunarsiz bo'ldi? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, savollaringizni bering. Biz ularga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.